Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini insonlarni insof, diyonat, tinchlik, totuvlikda yashashga, bir-birlariga mehrli, oqibatli bo'lishliklariga, tinchlikda, birdamlik va hamjihatlikda yashashlariga buyuradi. Islom dini insonlarni hech qachon gina-gudrat, adovat saqlashlik bir-birlariga nisbatan, dushmanlik qilishlik, qon to'kishlikdan qaytaradigan dindir. Qaysi yurtda, jamiyatda insonlarning o'rtasida hamjihatlik bo'lsa, birdamlik bo'lsa, bir-birlariga mehr-oqibat bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamiyat albatta rivoj topadi. Bu dini islomni tarixida ham, hozirgi kunda ham barchalarimizga kundek ayon. Tinchlik va farovonlik taraqqiyotning mezoni hisoblanadi. Tinchlik bo'ladigan bo'lsa, rivojlanish bo'ladi, yurt taraqqiy etadi, insonlar boy bo'ladi, birovga muhtoj bo'lmaydi, hech kimga qaram bo'lmaydi. O'zini, davlatini rivojlanishini istagan har bir jamiyat mana shu yo'lda birlashadi, bir-biriga hamroh bo'ladi. Hech bir davlat o'zini yurtiga notinchlikni istaydigan yoki fitna fasod tarqalishini, odamlar o'rtasida gina-gudrat aralashishini istaydigan kuchlar bilan hamkorlik ham qilmaydi, ularga nisbatan murosasiz kurashadi.